Yo'qmisiz do'stlar, men sizlarning onda-munda astoydil yaqildigan do'stinglar yandan bayan. Bir milliarder ma'lum bir programma qatnashib 3 oy ichida $100 orqali 1 million pul topqilib bo'ladiganligini hammalarga isbotlab, yoshlarga madad bermoqchi bo'ladi va butkul jarayonning odil bo'lishi uchun u haqiqiy salohiyatini yoshirib, ma'lum bir notanish kichik yezi bozorga ko'chib keladi. Nom shuhrat, mol dunyo, kishilik munosabatlarni bir chetga qorib, faqat $100 ni yanchiq selib, eski mashinasini haydab bir ikkinchi qo'l telefon bilan 3 oy ichida 1 million tepish degan bu doni o'ynayotgan talva kishi bo'lsa, Amerikadagi ikkinchi cho'ng debit kredit bankasining qurg'uvchisi 56 yoshga kirgan Gilon Stanis edi. Quruq egilik tiklagan Gilonning bugungi kundagi egiligi $500 million dan oshadi. Bu milliarder bizga pul tepishning o'ylaganimizdan unchalam qiyin emasligini, has bo'lgani shu pulni tepishga jasoratimizning yetmasligi ekanligini isbotlab bermoqchi edi. Musobaqa boshlandi. Programma guruhi uni 97 ming kishilik nopasga ega kichik bir yez bozorga tashlab qo'ydi. Gilonning birinchi qildigan ishi bu yerni bir qur o'ylanib, bu yerning mol bahosini tushunish edi. Bu orqali bu yerda yashash uchun oyda oz bo'lganda $1100 chiqimni qamdash kerak ekanligini hisoblab chiqdi. Shuning bilan o'ziga birinchi haftasi $3300 pul tepishni vazifa qilib bekitdi. Qanday qilganda 7 kunda boshqalarning 1-2 oylik maoshini topqani bo'ladi. U bir talla bozorga yetib keldi. Qo'rsaqning qiymatini qilish uchun bir xalta tayyor cho'p sotib oldi. Buning uchun $11 to'laydi. Talla bozorining hojatxonasida yuzini yuvib, tishini cho'tkilsa, tayyor cho'pni mashinasining ichida yeb, pul tejash uchun yotoqda yotmay mashinasining ichida tunaydi. Biroq bu yezda
Milliarder Gilon 90 kun ichida $100 orqali $1 million tepishga jang e'lon qildi. U qila olamdi yo'q. O'ylamagan yerdan 8 kun ichida $3000 emas, $400 ni aran topgan Gilon mashinada uxlaverib betap bo'lib qoldi. 56 yoshga kirgan bu boyvachchining badan saposi elima aram bardoshlik berdi. Amalsiz qolgan Gilon doktorxonaga berib tekshirishga majbur bo'ldi. Amerikada davolanish haqi intayin yuqori bo'lib, boshdan oxir tekshirib hammeringiz yaxshi ekan, qaynoq suvni ichib bering deb qo'yganlar $250 ketgan edi. Uning yonchug'idagi dasmoyi $214 dan $164 ga tushib qoldi. Yetimning og'zi oshqa tekkicha buni qanatdi degandek, hamda ozroq pul topgan Gilon bir og'riq bilan gangsa-ju sabolab ketdi. Biroq bu boyvachcha intayin umidvor edi. $250 pul qashlab salomatligining yaxshi ekanligini bilishmi bir xo'shallarlik ish deb bildi. Bu qitimqi ishdan keyin hozir eng muhim bo'lgan narsaning rahat turalg'u tepish ekanligini his qildi. Gilon davomli koni kamera izlashni davomlashtirdi. Darvaqa 7-8 kunlari u bir döv tashlandiq kamerani uchirtib qoldi. Taliga yarasha bu bir dövning ichidan pulga yarg'idek kamerlardan birining keynidan biri bo'lib 5 dona kamera chiqdi. U to'r orqali topgan xaridori bilan aloqalashib bu kameralarni uning ko'rsatdi. Xaridor bo'lsa bu 5 ning ichidan ikkisini shallab etib Gilon bilan qolgan 3 kameraning bahosida kelishmoqchi bo'ldi. Gilon bu 3 kameraga $1800 baho qo'ydi. Xaridor bo'lsa 1500 deb bu sodini shunday qilib tutishdi. Gilonning birinchi qitimliq cho'ng tuqi oxiri yuz berdi. Axlat terib $1500 topdi. Amaliyotda bu jarayonda uning tayong'ini axlat emas, balki tijorat bilimi va to'xtamay tijorat uchuri izlash ro'yi edi. Texmi muhim shuki, tijorat
oshpazga bu ishlarni nihoyat muloyimlik bilan aytgan bo'lsa-mu, natijada oshpaz nihoyat ko'ngilsizlik bilan ketib qoldi. Hech kim bunday ishning yuz berishini xohlamaydi. Biroq boshqurg'uchi bo'lish sifati bilan ba'zi bir tas bo'lgan qarorlarni cho'qim chiqarish kerak. Bu programma haqiqatan ko'plagan egalik tiklovchilar uchun bir dastur hisoblanadi. Bo'libmi, Gelunning ish izlaridan bizning o'rganishga tegishli yerlarimiz texmi ko'p. Kavafxona ichilishdan bir kun avval u guruhdagilarga o'zining haqiqiy salohiyatini oshkorlaydi. Biroq bu sababli guruhdagilarning uningga boshqacha muomala qilishini xohlamaydi. Chunki u odatdagi bir odamning furuq qo'l 1 million dollarlik egalik tiklay oladiganligini isbotlab bermoqchi edi. Darvaqa, guruhdagilar Kelundan yish og'irnish u yoqda tursin, bu ishga hayron qilib kulishib ketdi. Uningga bo'lgan ishonchi so'ygusi texim oshdi. Oshxona rasmiy tijorat boshlagan kuni eshik oldi rat-rat o'chratga to'lgan edi. Xaridorlar kavafga eg'iz tegib maqtashib ketdi. Gelun shikoyatdan yog'i maosh olmagan xizmatchilarga maosh taqatdi. U loyihalovchiga 25 ming dollar maosh verdi. Loyihalovchi buningdan hayajonlanib yig'lab ketdi. Chunki bir odam butun vujudi bilan tirishib badal to'lab uning mevasini tediganda har qanday odamning yurak torisi titrab ketadi. Gelunning kavafxonasi mablag' solg'uvchilar tomonidan 750 ming dollar deb baholanib o'tkazildi. Gelunning 90 kunda 1 million tepish plani amalga oshmagan bo'lsa-mu, men ishonaman, bizning nazarimizda u g'alaba qilgan edi. Chunki bularning hammasi bir sonning mumkin bo'lish bo'lmasligini isbotlash uchun emas, bir orzuninki amalga ish oshmasligini isbotlash edi. U menga orzuning amalga oshadiganligini his qildirdi. Eng muhimi shuki, mushkulotni iroda yengar degan jumlani to'liq namoyon qilib berdi.